man oldin ham ko'p urishardim-da bu borada Said aka bilan. Said Muxtorov, ham aktyor, ham rejissyorlar. Ular ham bir ajoyib odamlar-da. Gohi payt to'g'ri, tushgan bir voqeadan qanaqadir chiqib ketish kerak deyishadi-yu, berilgan shart-sharoitdan, lekin kinoda emas-da, kinoda bilinib qoladi u narsa. Endi rejissyor agar oldindan operator bo'lmagan bo'lsa-chi, o'zidan o'zi operator bo'lib qololmaydi. Said akam shunaqa xususiyatga ega odam edi. Bir kun nimadir bo'ldi, kinodan отказ qildim. Endi hozir mana gap kelib qoldi, deb beraman. Faryod degan kinosi bor, ko'rgansiz, So'qov bo'ladi. O'sha yerda tasdiqlangandim, hammasi zo'r ketyapti. Qarasam, grimer yo'q, kostyumer yo'q. Tasavvur qilasizmi? Operator ham yo'q. Syomkada qanaqa qilib, men aytdim, nima bo'lyapti o'zi? Rahmat sizga Said aka dedim. Endi boshqacha bo'lgan, o'zi tuzku ketdim, короче, отказ qildim. Men tushmayman dedim. Qo'ysangchi, tasavvur qiling, rejissyor yerga yotib olib operatorlik qilsa, qay darajada o'zingizni his qilib olasiz? Nima qilardingiz siz? Ayting, men o'shancha отказ qilganman. O'sha narsa yo'qolyapti. Professionalizm, raskadrovka yo'q. Hozir mana endi IIda уже qilishyapti. O'sha quvontiryapti meni. Хотя бы o'sha yordam beryapti-da. Esizdami, bir 5 yil hech kim raskadrovka qilmay qo'ydi. Ichida ekan, miyasida ekan. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Raskadrovka kerak-ku.